Buni o'z ko'zinglar bilan ko'rishinglar kerak. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Biz stropil ishlarimizni polni bitirdik. Hozir 10-iyun kuni boshlaganmiz. Bugun 15-iyun. Nimalar qildik shu 5 kun ichida? Biz murlatimizni qotirdik, sarupimizni qotirdik, stropilarimizni qotirdik, to'sin qo'ydik, vassa qoqdik. Bu tomonlari ham xuddi shu holatda. Xo'p, 5 kunda shu katta obyektni обрешеткамizga tayyorladik. Xudo xolasa ertadan обрешеткamizni boshlaymiz. Xo'p, примерно yana 2 kun обрешетка, bir 4 kun tunuka. Где-то 12 kun vaqt ketadi agar o'zimizni planimiz bo'yicha bitirsak. 12 kunda bitta o'zib kamida 700 kvadrat. Nima deb o'ylaysizlar? Necha kunda bitiramiz bu obyektimizni? O'z fikringlarni kommentariy yozinglar. Kimga shunaqa sifatli tom xizmatlari kerak bo'lsa, UZBeton 50 ga murojaat qiling.